Dori vositalarining sifatini tekshirish ishlari bugun qanday yo'lga qo'yilgan degan savol bilan biz Kamolaxonga murojaat qilmoqchimiz. Marhamat. Farmatsevtik mahsulotlar xavfsizligi markazi qoshida sinov markazi va uning tarkibidagi laboratoriyalar aynan mana shu vazifani amalga oshiradi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kiriladigan ro'yxatdan o'tkazilishi lozim bo'lgan dori preparatlari, farmatsevtik mahsulotlari, shuningdek qayta ro'yxatga olish, ya'ni ro'yxatga olinganlik guvohnomasi muddatini uzaytirish jarayonida taqdim etilgan farmatsevtik mahsulotlar sifati shu laboratoriyalarda muvofiqlikka tekshiriladi. Umuman olganda aholimizni samarali, bezarar dori vositalari bilan ta'minlashni asosiy maqsad qilgan bizning markazimiz o'z tarkibidagi laboratoriyalar va ulardagi jamiki xodimlar mana shu preparatlarni har bir ko'rsatkichi bo'yicha chuqur laborator tahlillarini o'tkazishadi. Ta'kidlab o'tish lozim, bu laboratoriyalarning barchasi jahon standartlariga muvofiq holatda, xususan ISO 17025 standarti asosida o'z faoliyatini olib boradi va hozirgi kunda nafaqat bu kabi standartlar, balkim Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan aynan mana shu yo'nalishga qo'yilgan talablar asosida sifatga muvofiqlik sinovlarini munosib tarzda o'tkazish ustida katta ishlar olib borilmoqda. Umuman olganda dori vositasi, aynan siz tilga yuqorida olgan jamiki dori vositalari O'zbekiston Respublikasida ro'yxatdan o'tkazishdan avval uning ma'lum bir hujjat, dosye deymiz bizning tilda, shu hujjatlari o'rganilib chiqiladi qo'mitalar tomonidan. Undan so'ng ularning namunalari laborator tekshiruvlariga taqdim etiladi. Ta'kidlab o'tish lozim, har bir sinov ko'rsatkichi uchun 3 karra tekshiruv o'tkazish ko'zda tutilgan. Mana shu tekshiruvlardan keyingina dori vositasining sifati to'g'risida xulosa qabul qilinadi va bu xulosa asosida keyinchalik bu respublikamizda ro'yxatga olinishi yoki olinmasligi hal bo'ladi.